$1000 o'sha shunchaki stipendiyani bizga hozirda endi bitta umumlashtirib olaylik-da. JKS'ni bo'ladigan ham protsessni aytib bersangiz. Ya'ni boshidan nima bilan boshlaydi, qachon tugaydi, qanaqa protsess bo'ladi? JKS bu Koreya government hokimiyati tomonidan beriladigan to'liq qoplanadigan scholarship hisoblanadi, grant hisoblanadi. Magistrlar uchun bor, PhD uchun, bakalavr uchun alohida bor. JKSda mana bakalavrlar qachondan boshlab topshiriladi desangiz, sentyabr-oktyabrdan boshlab topshiradi. Magistrlar, PhDlar qachon topshiradi desangiz, fevralda yoki fevraldan boshlab topshirish kerak. JKS bakalavrlar uchun 5 yil, ya'ni 4+1, magistrlar uchun masalan 2+1. Nimaga desangiz, Koreyaga kelgan odam til kursiga qatnashish majburiy 1 yil. Lekin agar 4+ to'pigingiz bo'lsa, 5-6 to'pigingiz bilan keladigan bo'lsangiz, 1 yilni o'qimasangiz ham bo'ladi. Ya'ni til kursiga bormasangiz ham bo'ladi. Va til kursini pulini scholarshipga qo'shib beradi har oy. Qanchadir 300 ming won, 400 ming woncha chiqadi adashmasam. Bakalavrlar uchun 1 million 100 yoki 1 million 200 wonda atrofida Har oy. har oy Toki o'qishni bitirgunicha. bitirgunicha. Til kursida ham xuddi shunaqa deyarli. Magistrda lekin ko'proq ozgina 1 million 300 ming 340 ming woncha chiqadi. Keyin til kursi o'qimasangiz 1 million 500 dan ko'proq olganmiz menimcha. 1 million 500 dan sal ko'proq. 1,5 million xullas.